O'tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. Qars. Bir kuni gapdan gap chiqib, aka-ukalar oyimga hazillashdik. Har oy pensiya olasiz. Shuncha pulni qayoqqa qo'yyapsiz? Sandiqqa bosyapsizmi? Sandiqqa bolam deb kuldi onam. Qarzlarim bor, o'shanga beraman-da. Akamning qovog'i osildi. Qarz? Hali birovdan qarz ham olasizmi? Senga nima bolam, mening ishimga aralashib nima qilasan? Keyin gap boshqa yoqqa aylanib ketdi. Suhbatni butunlay unutib yuborgan edim. Qaysi kuni ertalab hovlida aylanib yursam, qo'shnimizning 7 yashar qizchasi Nilufar chiqib qoldi. Oppoq bantik taqib, atlas ko'ylak kiyib olibdi. "Ha, Nilu, yasanib olibsan, mehmonga ketyapsanmi?" dedim erkalab. "Bugun men tug'ildim", dedi u, qop-qora ko'zlarini pirpiratib jilmayarkan. "Ya, yubilyar ekansan-da, shoshmay turchi hozir." Uydan bir hovuch konfet olib chiqdim. "Mana, o'rtoqlaring bilan ye." Nilufar kattalardek jiddiy bosh chayqadi. "Men ishkalat yemayman, tishim tushgan", yana o'sha jiddiy ohangda qo'shib qo'ydi. "Bultur poshsha buvim menga tufli olib beruvdilar tug'ilganimda." Qizcha o'ylanib qoldi. "Keyinchi?" "Bahoga 3 oyoqli velosiped, baxtiga ko'ylak." Qo'limdan konfet tushib ketdi.